ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi, ya'ni YJK o'zi aslida juda ham eng optimal kontratsepsiya turi hisoblanadi, chunki bu albatta planni bajarib bo'lgan ayollarimiz uchun tavsiya qilinadi yoki tug'ishga qarshi ko'rsatmasi bor bo'lgan ayollarimizda eng qulay kontratsepsiya usuli hisoblanadi, chunki biz bilamiz spirallardan keyin shamollash ko'p chaqiradi spiral yoki gormon ishga qarshi ko'rsatmasi bor ayollar bo'lishi mumkin, gormon ishdan bosh tortgan ayollar bo'lishi mumkin. Planni bajarib bo'lgan ayollarimiz uchun esa YJK eng zo'r optimal usul hisoblanadi. Just come home. Ko'rib turganingiz bachadon. Mana bachadon naylarini o'ng tarafdan, bachadon naylarini chap tarafdan ham mana kesib nima qildik, YJK qo'ydik. Bachadonimiz, spaykalarimiz yo'q, xudo xolasa ichkarida. Operatsiyamiz tugadi.